Musulmon ulamolarga yuzlanaman. Insonlarga yo'l ko'rsatuvchi, odamlarga va'z qiluvchi, Azhar masjidi shayxlariga, Azhar universiteti ulamolariga, Makka harami shayxlariga, minbarlarda turgan barcha musulmon olimlariga yuzlanaman. Biz sizlardan qurol-yaroq so'ramaymiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun qo'shinlarni safarbar qilishingizni ham istamaymiz. Chegara o'tish joylarini ochishni ham so'ramaymiz. Faqatgina bizga ta'lim bering, bizga o'rgating. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam och qolganlarida qorinlariga toshni qanday bog'lar edilar? Buning uchun qanday tosh tanlashimiz kerak? Oppoq tosh kerakmi yoki vayron bo'lgan uylarimizdan chiqqan toshmi? Mana shunday katta tosh kerakmi yoki mana bunday o'rtacha tosh yetarlimi? Yoki kichkina tosh ham kifoya qiladimi? Qanday turdagi tosh kerak? Keyin toshni qornimizning qayeriga qo'yishimiz kerak? U qancha vaqt bog'liq turishi lozim? Bu toshni qanday bog'lashni bilmayapmiz, bizga o'rgating. Ey musulmon olimlari, G'azo ahliga yo'l ko'rsating. Alloh sizlarni islom bilan aziz qilsin va islom sizlar bilan aziz bo'lsin. Isroil tajovuziga qarshi turish, dushmanga qarshilik ko'rsatish va kurashish borasidagi sizlarning maslahatlaringiz va prinsipial pozitsiyalaringiz orqali islomga g'alaba nasib etsin.